Hali-haligacha dam olishni rejalashtirgansiz, lekin chiqmay turibsiz. Bo'ldi-da endi. Ishlab pulni to'pib, soqqaga urishtirib yuribsiz-da. Qani Namanganlik, Andijonlik, Farg'onaliklar bormisizlar? Sizlar uchun Nanayda juda ham ajoyib Archizor degan joy topdim. Lagar yo'qsa okalar, bitta like bosamiz, tanishlarga tarqatamiz maksimalni. Joy shunchaki ajoyib, yo'qsa ishoninglar, like-ni ayamani. Joyimizni ko'rsatamiz asta-sekinlik bilan. Qani Archizorligicha. Bu ko'rganingizdan juda ham katta. Bu 5 barmog'i sevib ardoqlaydigan insonlar. Xo'turma, siz xohlagan ovqatingiz osh, zakaz osh qilib berishadi. Agar sizda masalani olib bersangiz ham bo'ladi, o'zlarda ham bor. Xohlaganingizcha qilib berishadi. Tamaga o'zingiz baho berasiz. Ular bilan mujassam qilib turishgan atmosfera shunchaki bomba. Mana xonalarimizni ko'radigan bo'lsak, 1-kabina, 2-kabina, 3-kabina, 4-kabina va 5-6 kabinalarimiz iborat. Bularni ham gaplashib o'tsangiz bo'ladi. Narxlarini shu chiqqan telefon raqamlariga bog'lanasizlar. Hali sizlar uchun joy bor. Ko'rsatib o'taman. Bizni xohlaganingizdan bor. Mana flash ichadiganlar, Pepsi ichadiganlar, Hidrolar, Fanta, tegida Gorilla, xohlagan suvlaringiz mujassam. Archizorligicha. Bu Archizor adden, oyoq tegilarimiz, kuxniy boshqalarimiz adden. Va bu tomonimizda mana savuzlarimiz joylashgan, dushlar, boshqalar bemalol bor. Yotishga yotoqlarimiz, yotoqxonalarimiz o'ziga yarasha. Endi yana общевой kattaroq o'tiraman deydigan bo'lsa-na, kolleksiya chiqadiganlar 20 kishi ag'bag' sig'adigan joyimiz. Bu tomonimizda ham savuzun, dush joylashgan. Okalar atmosfera shunchaki bomba. Bundoq ko'raman desangiz, kechki sayrda mana sayohat qilishni o'rniga shu yerga chiqib ko'rishga nima yetsin. Bu tomonni ko'rsangiz mana o'ta atmosfera chiroyli. Mana bu chegimizda suvlarimiz oqmoqda. Jamshid, atmosfera yaxshimi? Kelgan klientlar xo'p. Ya'ni yaxshi bolalar, bizni nomimizga chiqsani bo'ldi. O'zbek avto yoki Nam uy savdo nomidan keldi desani, narxlarni chiroyli qilib kelishtirib berarlar. Bo'lsa, yozgi bosdan ham chiroyli holatda qani yuramiz, keyin shundoq qana o'tsangiz, sizni basen kutib oladi. Bu yerimiz, xo'p, mana bu yerda delfinlarimiz turibdi. Delfindan shundoq tepasiga chiqarkasda orqa saltda bilan tushsangiz ham bo'ladi. Sizga yarashadi, hoji aka. Endi xullas mana suvlarimiz farqlanib turadi. Bu yerda chanaqa muammo boshqa yo'q. Xullas kelish kerak, dam olish kerak. Bizni kuzatishda davom eting. Shu chiqqan telefon raqamlariga bog'laning va bu yerimizga kelib maroqli, aroqli emas, maroqli dam olishni sizlarga maslahat beramiz.